Xush kelibsiz o'g'lim. Rahmat. Ada, oyi, endi ruxsat bersanglar, qizinglarni olib ketsam. Yaxshi qilibsiz kelib o'g'lim. Biz ham qizimiz bilan shu masalada gaplashib turgan edik. Endi oila bo'lgandan keyin bunaqa tortishuvlar, kelishmovchiliklar bo'lib turadi-da, hech qisi yo'q. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi, Akmaljon. Unda meni shartlarim bor. Alohida uy olib chiqib ketamiz. Topgan pulingizni hammasini menga olib kelib berasiz. Keyin qayerda yurganingizni har doim bilib turishim kerak. Shu shartlarimga ko'nsangiz siz bilan ketaman. Ey, o'zichi? Men mana shu ota-onangning hurmatini qilib kelgandim. Men ham sen bilan yashayman deb o'lib turganim yo'q. Xayr. Voy, Akmaljon, o'g'lim. Bu nima qilganing qizim? Sen bilan bu haqda gaplashganimiz yo'q-ku. Oyi, ana o'rtoqlarimni eri. Uy, mashina tilla olib beryapti. Mengachi